qabrga borganimizda eng birinchi bizning qalbimizga keladigan narsa o'limni eslash. O'zimizga o'rnak olish. Qancha boy, badavlat kishilar, amaldorlar ham, xurluqolar ham, go'zallar ham, qaddi qomatlilar ham, faqirlar ham, xunuklar ham, nogironlar ham o'sha bir joyda yotganini tafakkur qilib qo'rqishimiz kerak. Ana shuning uchun qilinadi. U yerga borib, uni aylanib, uni taof qilib, uni silab, uni yuziga surkab, uni tuprog'ini olib, bu ishlar umuman bizning aqidamizda yo'q. Umuman yo'q azizlar. Shuning uchun aytayapmizki, aqidani bilishlik muhim masala deb azizlar. Aqida ilmini o'rganishimiz kerak. Mana hozir o'sha aqidani bilmaganlikning oqibatida hamma joyda shunaqa parokandalik ketyapti.